Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Safarimizni 3-kuni 12-manzildamiz. Qo'qon shahrini Afg'onbog' jome masjidiga kelganmiz. Peshin namozini o'qishga kirib, ichlarni avzor qilib ko'rsatib boraman. Afg'onbog' jome masjidi 1990-yillarda xalq hashar yo'li bilan barpo etilgan. Hozirgi kunda 1,5 mingga yaqin namozxonni o'z bag'riga sig'dira oladi. Afg'onbog' bosh imom xatibi Hoji Murod domla hozirgi kunda bosh imom vazifasida ishlab kelmoqdalar.